Pedagog Infobot haqida bilasizmi? Undan qanday foydalanish kerak? Hozir sizga barchasini batafsil tushuntirib beramiz. Ushbu bot Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining rasmiy ma'lumotlar bazasiga ulanadi hamda pedagoglar uchun ishonchli va qulay axborot xizmatlarini taqdim etadi. Xo'sh, bu botdan kimlar foydalanishi mumkin? Botdan barcha foydalanuvchilar bemalol foydalanishi mumkin, ammo ayrim xizmatlardan foydalanish uchun botdan rasmiy ro'yxatdan o'tish talab etiladi. Ro'yxatdan o'tish uchun siz quyidagi shartlardan biriga mos bo'lishingiz kerak. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligiga qarashli ta'lim muassasalarida pedagog sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lishingiz yoki vazirlik tomonidan tashkil etilgan attestatsiya yoki sertifikatlash sinovlariga murojaat yuborgan yoki qatnashgan bo'lishingiz lozim. Quyida botdagi asosiy bo'limlar va ularning vazifalari bilan tanishishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish. Bot imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun telefon raqamingiz va JSHR raqamingizni yuborib, ro'yxatdan o'ting. Natijalarni bilish uchun esa quyidagi attestatsiya sinovlari bo'yicha natijalarni ko'rish imkoniyatingiz bor. Murojaat holati, attestatsiya va ustama sertifikatlaringizga yuborilgan arizalar holati bilan tanishishingiz mumkin. Bunda holat, sinov vaqti, natija kabi tafsilotlar taqdim etiladi. Agarda ushbu bot sizga ma'qul kelgan bo'lsa, Pedagog Infobot havolasini o'z yaqinlaringizga yuborib qo'ying.